Qadrli Oyna jahon muxlislari, OTR Ko'sh to'lqinlarida yana soat 14:00 Munavvar kun dasturi. Studiyada xizmatingizda men Shavkatbek To'xtasinboy o'g'li, rejissyorlik pultida esa Nadirbek Bo'ronbayev. Bugun ustozlardan olgan bilim va tajribalarini bolalar bilimi va ta'limiga baxshid etgan jonsirak pedagog, nafaqat maktab tadbirlarini, balkim shahar miqyosida o'tkaziladigan katta madaniy bayram tadbirlarini ham oliy darajada o'tkaza oladigan tashkilotchi, ssenarist Qodiroxunova Muhabbatxon Aminjonovna ijodi va faoliyatiga to'xtalamiz. Assalomu alaykum, opa, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum Shavkatbek. Va alaykum assalom. Bugun munavvar kunda kuningiz munavvar bo'lsin. Bugungi kuningiz barakatli, xotirjamlik bilan o'tsin. Men shahrimizdagi To'xtag'ul Satilg'anov maktabining jamoasi nomidan bugun mana shunday chiroyli koshonaga tashrif buyurdim. Studiyamizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. O'tgan va kelayotgan may bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Davlatimiz tomonidan 1, 5 va 9 may bayramlarini hisobga olib, ishchilarga, mehnatkashlarga 11 mayga qadar dam olish kuni e'lon qilindi. Sizni bu dam olish kunlaringiz qanday o'tyapti va bayram kayfiyatlari qanday? Ta'lim sohasida javlon urib ishlayotgan ustoz murabbiylarni qadrlab, Prezidentimiz tomonidan, Bilim berish ministrligi tomonidan qator kunlarda dam olish, ta'til kunlari deb e'lon qilinishi bu hammamizga ayni muddao bo'ldi. Kimdir safarga chiqmoqda, kimdir tabiat qo'yniga shoshmoqda, kimdir ahli oilasi bilan chiroyli dam olmoqda. Allohga shukr shunday kunlarga yetkazganiga. Kuni kecha 1 may bu mehnatkashlar bayrami bo'lgan bo'lsa, ertagagina keladigan davlatimiz, mamlakatimiz Qirg'iziston Respublikasining konstitutsiya, ya'ni qavmimizning tashkil topgan kunini nishonlaymiz. Undan keyin esa buyuk g'alaba kuni. G'alabani nishonlash uchun bizni faxriylarimiz juda ham sanoqli qoldi. Afsus, ammo bolalar ongiga, bolalar ularning o'yiga mana shunday insonlarni kimlar uchun ko'krak kerib jangda taslim bo'lmay g'alaba qozonganlari, hozirda ular 90 yoshdan 100 yoshlar oralig'ida yashayotganlarini har darsda ta'kidlab o'tamiz. Yildan yilga Ulug' Vatan urushi, Ikkinchi jahon urushi qahramonlari, o'sha yerda ishtirok etganlar, hatto urush ortida mehnat qilganlar soni kamayib boryapti. Siz mana To'xtag'ul nomli maktabda ishlaysiz. Avvalgi Turon shaharchasi deb atalardi u yerlar. Endi Turonda nechta Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari qoldi? Maktabda albatta 9 may tadbirlarda taklif etilardi. Avvallari ular to'rilarni to'ldirib o'tirardi. Kundan kunga soni ozayyapti. Hozir bormi? Nechta qoldi? Avvallari Turon bo'libdiki, hozirgi Alimbeyda bizning shaharchamizda 40 mingdan ortiq aholi yashasa, ularning ichida 20 Ulug' Vatan urushi qatnashchisi bor edi. Bor edi deyishning sababi yillar o'zini ko'rsatdi. Yillar mobaynida ular haqiqiy chin dunyoga rihlat qilishib, so'nggi veteranimiz ham aynan meni qo'shnim bo'lardi, Bekmuratov ko'chasining yashovchisi To'xtaboyev Salohiddin akamiz ham 2024-yili aprel oyida o'z omonatini topshirdilar. Bunda merimiz juda chiroyli orkestrlar bilan ularni orden medallarni ko'rsatgan holatda so'nggi manzilga butun shahar bo'lib kuzatdik. Afsus, hozirda Turon shaharchasida, Alimbeyda shaharchasida Ulug' Vatan urushi qatnashchilaridan umuman qolmadi. Aslida bayram deyilishi balkim yoshlar uchun bayram deyilgan bilan o'sha Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari o'sha paytga aytadigan bo'lsak, bu katta o'zi bir fojia, qancha millionlab odamlarning jonini olgan urushga nuqta qo'yilgan kun aslida xotira kuni desak ham bo'ladi. Shu bayram munosabati bilan maktablarda doim katta tadbirlar uyushtirilib kelgan. Albatta. Siz mana shu tadbirlarda necha yildan beri guvohi bo'lyapsiz va necha yildan beri uyushtirib kelyapsiz. Yuqorida 20 ta bizda qahramon bor edi deyapsiz. Hammasi mana bu dunyoda tark etishibdi. Ularda Alloh rahmat qilsin, oxiratini obod qilsin. Shu yerda
umrni bir oqar suvga o'xshatgim keladi. Suvni to'xtata olmaysan, shunga o'xshab umrni ham to'xtatishning iloji yo'q ekan. Siz aytganday, mana shu 20 yil, 25 yil avvallari rahmatli Naziraxon opa Arifjonova bor mahallida har yili ana shu veteranlar hammasi kelar edilar. Kelganda bolalarga o'zlarini jasoratlari, ana shu front mahalladagi jang maydonidagi qilgan mehnatlari, ishlari haqida gapirganda bolalar shunaqangi quvonishar edi. Allohga shukr, yaxshi ham mana shu sizlarga o'xshab video tasmalar bor. Bizda veteran qolmagan bo'lsa-da, bizni mana shu aprel-may oyi ichida tarix va geografiya oyligi deb e'lon qilingan. Tarixchilarimiz tarixga nazar solib, tarix uchun bir zarra bo'lsa-da bu xotirotda bir umr qoladigan lahzalarni juda chiroyli qilib o'quvchilarga bayon qilib kelmoqdalar. Hozirda mana kuni kechagina ana shunday g'alaba kuniga atalgan tarix o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan katta tadbirlarda o'tkazdik. Ko'tarinki ruhda o'tkazildimi? Juda ham ko'tarinki ruhda, lekin bizni qahramonlarni faqat rasmlari, suratlarini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. O'zlari yo'q bo'lgani uchun oila a'zolariga borib uylaridan xabar oldik. Uylardan o'quvchilarni biz avvalgi timurchilarga o'xshatib, ana shu veteranlarning uylariga yordamga jo'natamiz. Garchi xonadonda kelin kirtaklari bo'lsa-da, ularni ayni bahor faslida, martning oxiri, aprelning boshida yer o'yish deysizmi, gullar ko'chirish deysizmi, daraxtlarga suv quyish deysizmi, ana shunday ishlarni 7-8 sinf o'quvchilarimiz baholi qudrat, sevib, quvonib bajarishadi. Demak, bu o'quvchilarga oliy baho beramiz. Albatta. To'g'rimi? Hammasi uyushqoqlik bilan ota-onalar ham bu ishga rozimi? Ota-onalar birinchi navbatda ota-onalar turadi. Sababi ota-onalarimizdan fidoyilik, nima deymiz, mana vatanparvarlik hissi kuchaygan. Sababi Soyuzdan qolgan buvilarimiz bor, tanjonlari sog' bo'lsin. Ana shu buvilarning aqidalari, ana shu buvilarning tarbiyalari orqali nabiralar hozir mana shunday chiroyli oqibat ko'rsatib kelmoqdalar. Mana hozir sizni gapirishingizdan hali ham shu maktab uchun yuragingiz maktab deb urayotganligi bilinib turibdi-da. Maktab deyapsiz. Yosh bola o'quvchilik davridan boshlab kimnidir birovni havas qiladi. Shu odamning xulq-atvorini olishga harakat qiladi va shu odamni ruscha aytganda kumir tutib, shu odamni izidan borishga harakat qiladi-da. Siz kumir tutgan inson kim? Men maktab emas, maktabim deyman. Sababi uyda muammolar, uy tashvishlaridan charchagan paytingda maktab bizning yuragimizga oro beradi. Maktabda bizni kutuvchilarimiz bor. Bizni o'quvchilarimiz, shogirdlarimiz bizni intiqlik bilan kutishadi. Men maktabimga kirib kelayotganda, mana shu arkani oldidan kirib kelayotganimdan bir shunday yuragimda bir hissiyot paydo bo'ladiki, har doim Allohga shukr deyman. Alloh rahmatli ota-onamni o'qitib qo'yganiga shukr. Menga bilim berib, ta'lim berib, pedagog qilib qo'yganiga shukr. Maktabdan kirib kelayotganimda xoh qish payti bo'lsa, oppoq qorlarga qarab ko'zim quvonsa, bahor paytida esa endi gullayotgan gullarga, daraxtlarga, yashilliklarga qarab ko'zim quvonadi. Albatta qadam bosganda Alloh o'zingga shukr, keladigan joyim bor. Ertamini bilan shoshiladigan ish joyim bor deyman. 1976-yili men ilk bora To'xtag'ul Satilg'anov maktabiga qadam bosganimda meni bag'rini ochib kutib olgan rahmatli Artiqbay va Ominaxon ustozim bo'lgan. Men boshlang'ich sinfda ustozimdan juda ko'p narsa o'rganganman. Ikkinchi sinfda meni ustozim o'qimay turib ustoz qilib qo'ygan. Sababi 10 qo'l edim. U mahalda bizda starosta, prezident degan so'zlar emas, klasskom degan so'z bo'lardi. Klasskom qilib saylab qo'ygan ustozimni har bir so'zini bajarar. Ukaskani olib, o'zgara bolalarni qarab, qirib bitta o'quvchini
chaq tindirib qarar ekanman. O'ylasam, menga Allohim kichkinaligimdan shu pedagoglikda sinib qo'ygan ekan, yuragimga joy etib qo'ygan ekan. Avvalambor Allohdan qolaversa rahmatli, oxirati obod bo'lsin. Ustozim Ominaxon opaga rahmat deyman. Boshlang'ich sinfda tamomlab yuqori sinfga ko'tarildik. Bunda meni rus tili va adabiyot o'qituvchim Sabitova Farida Xalilovna. Farida Xalilovna o'zini rus tiliga boyligi, umuman o'zbek tilida gapirmas edi. Men rus tili o'qituvchisi bo'lishimga sabab turki Farida Xalilovna bo'ldi. Sinflardan 5-sinf, 6-sinf, 7-sinfga o'tganimizda meni rahmatli ustozim, To'xtag'ul maktabining asoschisi, To'xtag'ul maktabining poydevorini qurgan insonim, nima desam bo'ladi, tog'im. Men hozirgacha har bir ishni nima qilishdan avval domlani ko'z oldimga keltiraman. Domlam Bahramov Ne'mat Bahramovich bo'ladilar. Ne'mat Bahramovichning bizda o'zbek tili va adabiyotidan dars o'tar edilar. Ishlari ko'p bo'lib qolganda, boshqa o'qituvchilar kirganda men yugurib xonasiga tushardim-da, domla o'zingiz chiqmasangiz darsga kirmayman deb turib olardim. Xoh Ergasheva deb yetaklab meni 24-kabinetga olib kirib, shunandaka dars o'tardi. She'r o'qiganda qizil pasport haqida bo'riday g'ajirdim byurokratizmni deganda deraza oyna derazalari sirlab ketardi. Ana shunda men yuragimdan domlaga quloq solib Allohdan tilardim, qani endi men domlaga o'xshasam, qani endi kelajakda domladek bo'lsam deb. Domlaga yaxshi ko'rinish uchun, domladan baho olish uchun tunlari bittadan kitobni o'qib chiqar edim. Ertasi kuni adabiyot darsida, Bahramov domlamiz darsida qo'limni tik ko'targan holatda ana shu kitob haqida gapirib berar edim. Albatta To'xtag'ul maktabini asoschisi, poydevorini asoschisi deb to'g'ri aytdingiz. Bahramov domla deganda ko'z oldimizda To'xtag'ul maktabi shakllanadi. To'xtag'ul maktabi deganda albatta Bahramov Ne'matjon aka ko'z oldimizga keladi. Endi mana shu domlani kumir tutgan bo'lsangiz, domlani qaysi jihatlarini o'zingizda shakllantira oldim deb bilasiz? Mana hozir bo'riday g'ajirdim byurokratizmni degan sizda ham anglalar zirillab ketyaptimi? Menimcha domlaga yetish qiyin, domlaga o'xshashlik bordir, lekin nima desam bo'ladi? Domla meni so'z boyligimni ortishida, kitobda ko'p mutolaa qilishimda sababchim, turtki bo'lgan ustozim. Yaxshi ham o'sha 7-sinfdan tortib kitob ko'p o'qigan ekanman. Hozir Allohga shukr, qaysi tilda bo'lsa ham bemalol gapira olaman. Ayniqsa ana shu dars o'tayotgan paytda predmetlar bo'yicha bog'lanishda bu albatta qo'l keladi. Qirg'iz tili, o'zbek tiliga bog'lab, o'zimni fanimni bolalarga tushuntirishga harakat qilaman. Domladagi uyushtiruvchilik fazilati menga o'tgan deb o'ylayman. Sababi har bir narsani menda yomon odat bor, nahada olib ketaman-da. Mana bunday yozib, yodlab, unaqa narsa yo'q-da. Domla ham shunday edi. Yodimda 7-sinfda o'qiganimizda bizni sinfni eng yaxshi sinf deb, golubaya rubashka deb ko'k rangda bizga rubashka kiydirganda, birinchi marotaba menga mikrofonni domla lineykada gapiring Ergasheva deganda, domla nima deb gapiraman deb qo'rqibman. Qo'rqsam, gapiring, qasamyod qiling deganda, ana shu paytlarda 1980-yillari, 82-yillari bizda makulatura, ko'kat yig'ardik, metallolom yig'ardik. Ana shunda men nima degan ekanman, birinchi mikrofonda ushlab. Biz pionerlar unda pioner edik. 5 kilogram o'rniga 10 kilogramdan makulatura yig'amiz. Bu bizning pionerlik so'zimizdir degan ekanman. Ana shundan beri 12 yoshdan beri hozir 56 yoshdaman. Mikrofon hali qo'limdan tushgani yo'q. Albatta, siz maktabda udarnik, ya'ni zarbdor bo'lgansiz. Hozir ham mehnat jamoa orasida eng zarbdorlardan birisiz. To'g'rimi?
domlani o'sha poydevor, o'sha maktabning poydevorini asoschisi deyapmiz. Demakki, To'xtag'ul maktabidagi hozirgi mehnat jamoasi orasida ham domlaning shogirdlari talaygina. Talaygina, lekin umr o'tyapti, vaqt o'tyapti. Talaygina o'qituvchilarimiz ham faxriyga chiqib ketib qolishmoqda. Lekin hozirda men jamoamdagi javlon urib ishlayotgan ustozlarimni, aynan Bahramov o'zi tanlab ishga olgan ustozlarimni aytib o'tishni joiz deb bilaman. Hozirda maktabimizda domla baho bergan. Domla o'zi rejissyorani tugatganda maktabga rejissyor qilib olib kelgan Rahimova, avvalda domlani qo'lida ishlaganda Umarova bo'lgan Ranopamiz Rahimova Rano Salahidinovna, katta rejissyor ustozim. Muhammadjonova Mavludaxon Buvajanovna, domlani o'zi tanlab olgan o'qituvchisi, qator yillar o'quv bilim mudirasi bo'lgan. Ergasheva Malikaxon Ismoilovna, hozirda Vahobova Malika Ismoilovna, Ibragimov Rustamjon domlamiz, hozirda boshqa maktabda yetakchilik qilayotgan, lekin har damda, har soniyada bizlar bilan bo'lgan Abdurahmonova, Matsakova Marhaboxon ustozimni hurmat bilan tilga olaman. Hozirda Toshkentda bo'lsa ham qalban mana shu To'xtag'ulda bo'lgan Allohun va Dildoraxon opamizni, Hodisaxon ustozimni, albatta katta harflar bilan o'zbek tiliga o'zini qoldirgan Naziraxon rahmatli Arifchan va ustozimni, Madamin va Ayzaxon opamizni, hozirda ham yordam berib turadigan Gulnoraxon Haydaraliyevani hamda E'tiborxonim Alixonvalarni aytib o'taman. Bu katta yoshdagi ustozlarimiz. Undan keyingi pokoleniya bizmiz, avlodlar bizmiz. Bizdan keyin avlodlar bizni o'quvchilar. Lekin hozir 3 avlod, 4 avlod Bahromovning shogirdlari. Bahromov Ne'mat Bahromovichni hayot va ijod yo'llarini darslarda, ochiq darslarda o'quvchilarga yetkazilyaptimi? Bu haqda bir xotira kechalari, xotira darslari o'tib turadi maktabda? Fevral oyi biz uchun juda chiroyli oylardan biri. Sababi 21 fevral tillar kuni. Butun dunyo tillar bayrami. Ana shunda ustozimiz fevral oyida tavallud topgan Bahromovichni ijodini, xotirasini ana shu tillar bayramiga bog'lab yiliga tadbirlar o'tkazamiz. Demak, domla hech qachon unutilmaydi. Hech qachon. Endi domlaning shogirdlari mana juda ko'p sanab o'tdingizda, men barmoqlarim sanashga yetmay qoldi. Demakki, domlani shogirdlari bor ekan, domla xotirlanyapti va domlani o'sha paytda ishlagan, tutgan yo'llarini maktabda tajribalaridan foydalanib kelyapsizlarmi? Albatta. Shogirdlar fikringlar bir yerdan chiqib, maslahat qilib, gaplashib, bir-birlar munosabatda bo'lib turasizlarmi? Albatta bo'lib turamiz. Ana shu yuqorida aytib o'tgan juda ham ko'p o'qituvchilarimiz hozirda mehnat faxriysida. Albatta har oyda uchrashib turamiz. Domlani faqatgina rahbar timsolida emas, faqatgina pedagog timsolida emas, balki Jo'g'org'i kengash deputati timsolida, Qirg'iziston Respublikasida xizmat ko'rsatgan o'qituvchi timsolida, Qirg'iziston Ma'orif a'lochisi o'qituvchisi timsolida, O'sh shahar kengashining deputati timsolida ham bolalarni ongiga singdiramiz. Ularga chiroyli axborotlar, ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Juda yaxshi, domlaning oxirati obod bo'lsin. Domla yaxshi o'zidan iz qoldirib ketgan ekan. Mana siz kabi shogirdlarim maktabda domlani hech qachon unutmasdan domlaning izidan boryapsizlar va sizlar ham domla kabi yosh avlodni tarbiyalab kelyapsizlar. Endi mana siz yuqorida aytdingiz, 3 avlod o'qituvchilar dedingizda, yangi kelayotgan o'qituvchilar orasida domlachalik shijoatga ega, domlaning shogirdlarichalik shijoatga ega yoshlar bormi jamoada? Bizdan keyingi avlodlar, bizdan keyingisi demak
35-40 yoshdagilarda ichidan bor. Chunki ular bizni o'quvchilarimiz. Shu maktabda ta'lim olgan o'quvchilarimiz yana qaytib kelgan ana shularda bor. Lekin hozir yangi oliygohni bitirganlarda nimadir ozgina sustroqqa o'xshaydi. Nima yetishmayapti shularga? Bu davr talabi. Sababi davr o'zgarmoqda, vaqt o'zgarmoqda. Bilim berish sohasida ham yangiliklar, bilim berish ma'rifda ham, ta'limotda ham, sistemada ham reformalar bo'lmoqda. Shuning uchun oliygohda ham dunyoqarashlar boshqacha, innovatsion interaktiv metodlar, qo'shimcha o'qishlar, ana shu ta'sirdami bilmayman. Hali soyuz paytidagi hislatlar, soyuz paytidagi yakshanba kunlari ham ishlashlar hozirgi yoshlarda kamroqda. Lekin o'qituvchida dars berish baribir nima deydi 40 minut o'sha darsning ichiga kirib jon bilan kirib ketish bormi yo'qmi hozir o'quvchilarda? O'qituvchilarda bor. O'quvchilarda qiziqish, maktabga, bilimga qiziqish sislashib qoldi. Sababi hozir telefon degan narsa chiqib qolgani uchun telefon shu bolalarda ozgina alahsitib qoldi deymanmi yoki ozgina bir boshqa yerga burib qo'yyaptimi? Lekin telefon orqali to'g'ri foydalanganlar ham yo'q emas. Aytaylik 50% telefondan to'g'ri foydalanib, telefondan manfaatlanib, telefon orqali juda ham yaxshi yutuqlarga erishayotgan bo'lsa, bir 50% turli xil o'yinlarga, turli xil keraksiz narsalarga ko'ngil burib qolayotganligi, bu bilmadim, davrning muammosi bo'lsa kerak. Hozir ana shu muammolarga o'tishdan avval men Bahramov rubrikasidagi dilimni, yuragimni tirnagan, o'zim yozgan bir to'rtlikni o'qib ketsam. Marhamat, tinglaymiz. Ustozimga deb ataladi. Ma'rifat osmonida yorug' yulduz edingiz. Osmonimni buzlatib, nechun erta so'ndingiz? Tegrangizni o'ragan biz yulduzlar bor edik, hali sizning mehringiz. Qolishingizga zor edik. Dunyoda nima yomon? Bevaqt o'lim, g'am yomon. Tobutingiz ortidan yig'lab bordik biz nolon. Yoshin yashab o'tish bu har insonning matlabi. Qoldi sizsiz huvillab bolaligim maktabi. Gar sizni sog'inib, o'zbek tilin kitobin ochsam sizni sog'inib, adabiyot darsida ko'zda marjon jolalar. Ustozim, nahot endi sizdan qoldi faqat xotira. Ustozimning oxirati obod bo'lsin. Kuni kecha Eltardan bizning ustoz Bahramov Ne'mat Bahramovich ijodiga, ularning mehnatiga ko'ngil burildi. Ular bilan birga ishlagan, ularni bilgan ulug' insonlar taklif qilindi. Ammo bizni maktabdan faqatgina Marhaboxon opamiz Matsak va ishtirok etdilar. Mana Allohga shukr, bugun OTRK o'shdan, intimoqdan, munavvar kun ko'rsatuvidan domlamni xotirlashga Allohim nasib ayladi. Buning uchun Shavkatbekka katta rahmat aytaman. Qarang, 2 telekanalda, 2 ko'rsatuvda domlamiz eslandi. Allohga shukr. Salomat bo'ling. Yuqorida biz aytdik, yosh mehnat jamoa haqida suhbat qilayotgan edik. Bugungi kunda maktab pedagoglar jamoasi soni nechta va ularni necha foizi yoshlardan iborat? Hozirda bizning To'xtag'ul Satilg'anov jamoamiz inoq, jipslashgan, mehnatkash jamoamizda 100 dan ortiq ustoz, murabbiylar, 2000 dan ortiq o'quvchilarga ta'lim, tarbiya berib kelmoqda. Bularga 5 ma'muriyat. Hurmatli direktorimiz yosh bo'lishiga qaramasdan
2 yildan buyon To'xtag'ul maktabiga yetakchilik qilayotgan Qirg'iziston ma'rif a'lochisi, qator maktablarda direktorlik lavozimida ishlagan, so'nggi 2023-24 o'quv yillarida, 2024-25 o'quv yillarida To'xtag'ul Satilg'anov maktabida direktorlik qilayotgan Saydalimov Batir Hasanbayevich boshchiligidagi jamoamda juda ham chiroyli atmosfera. Allohga shukr, nima desam bo'ladi, rahbar qanday bo'lsa, uning qo'lini ostidagilar shunday bo'lar ekan. 47 yoshlik rahbarimiz yosh direktor kelganda o'zining uddabronligi, og'ir vazminligi, 2 ilm sohibligi bilan bizlarni qoyil qoldirdi. Har ishda kamtarlik bilan, 7 o'lchab bir kesishi bilan bizga namuna bo'lmoqda. Domlaning oldida mehnat jamoamizda javlon urib ishlayotgan ilmiy mudiralarimiz Vahab va Malikaxon opamiz, Burboy va Iqbol Ergashevnalar, ularning yonidagi yosh bo'lishiga qaramasdan ishlab kelayotgan kasaba uyushmamizning raisasi Umida Adiljanovna Yuldasheva, bizning ajoyib yoshlarimiz Perizat Ejekeva so'z pedagogimiz hamda tashkilotchi, uyushtiruvchimiz Mahfuzaxon opalar bilan hozir jamoamiz juda ham chiroyli ishlab kelmoqda. Yoshlar bizda, yoshlar ko'proq, 50% yoshlar. Ha, 50%mi? 50% yoshlar. 100 tadan 20 ta yoshlar bormi demoqchimizmi? 50% yoshlar. 50% katta yoshdagi. Katta yoshdagi pedagog bu o'rganib qolgan. Bu maktabdan to'g'risi siz endi pensiyaga chiqdingiz, siz har odam xafa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Yoshlar uchun oilada a'zolarining qonni qursog'i to'q bo'lsa, enaki maktabga kelib ishlaydi-da odam. Oylik masalasi qanaqa bo'lyapti? Oxirgi so'nggi olgan oyligingiz o'zingizga yetarlimi, qoniqarli bo'ldimi? Endi avvallardan biz kattalardan eshitardik-da. Ko'p bo'lmasa ham barakatli bo'lsin deb. Lekin hozir Allohga shukr, avvalgi yillari bizni oylik maoshimizni ta'lim berish ministri orqali oshirildi. Lekin mana shu yerda bizni omma xalq hammani oyligi ko'p, oylik oshdi deydi. Oylik ham kategoriyalarga bo'linib oshirilgani haqida men shu yerda ozgina urg'u berib ketmoqchiman. Aniq fanlar bo'lgan, eng avvalo boshlang'ich sinf. Demak, boshlang'ich ta'limi bu maktabning fundamenti hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limida ko'p oylik olinsa, puxta bilim bersa, ana shundagina tepada o'rta sinflar hamda yuqori sinflarda yaxshi yetishuvga, natijaga erishsa bo'ladi. Shuning uchun eng avvalo boshlang'ich sinf o'qituvchilarining oyligi oshdi. Bunga biz ham quvondik. Endi yuqori sinfning o'qituvchilaridan ingliz tili o'qituvchilariniki oshdi. Laboratoriyasi bor. Ximiya, biologiya, matematika, informatika o'qituvchilarning oylik maoshlari oshgan. Qirg'iz tili faniga boshqa millat vakillarini o'qitilayotgani uchun biroz qo'shimcha haq ham to'lab beriladi. Rus tiligachi? Rus tiliga yo'q, to'lanmaydi. Sir bo'lmasa, mart-aprel oylarida necha pul oylik qo'lingizga tegdi? Qo'lingizga tekkani? 27 soat dars bilan dars o'taman. Sinf rahbarligim ham bor. Ana shunda 27.500 so'm oylik olaman. Barakasini bersin. Yuqorida aytilgandek barakasini bersin. Endi nafaqat maktabda, balkim katta shahar miqyosida o'tkaziladigan katta tadbirlarni ham uyushtiruvchisiz. Men sizni 98-yildan beri bilaman. O'sha 98-yil O'sh TV televideniyasida tasvirchi operator bo'lib ishga kirib, o'sha yerda To'xtag'ul maktabida uyushtiriladigan ko'p tadbirlarni tasvirga olib biz efirdan berganmiz. Shunda men sizni taniganman. Shunda ham uyushtiruvchi, tashkilotchi sifatida sizni tanirdim. Keyin sizni Bobur teatrida katta o'sha paytlarda Sarmardenlarda uyushtirgansizlar. To'g'rimi? To'g'ri. O'sh 3000 yilligiga bag'ishlanib o'tkazilgan va so'ngida mana yaqindagina ko'rib qoldim. Doniyorbek Raimjonovni
ijodiga bag'ishlangan katta tadbirni Bobur teatrida uyushtirdinglarda, bunchalik katta tadbirlar uyushtirishga yurakda qadam olasiz degan savolim bor. Rahmat. Juda ham chiroyli savol bo'ldi. Eng avvalo har bir insonning hobbisi bo'ladi. O'zini sevimli mashg'uloti. Kimdir pishiriqlar pishirishni yaxshi ko'radi, kimdir tikuvni yaxshi ko'radi, kimdir kompyuterdan nimalardir yasashni, kimdir dizaynerlik. Menda esa ko'proq kitob mutolaa qilishni yaxshi ko'raman. Bilmadim, ana shu kitob ko'p o'qiganimdanmi, mendagi har bir sanaga nimadir uyg'onadi. U narsa yuragimdan mushohada, mulohaza qilishga yo'l bermaydi, yurak amri bajar shuni qil deb turadi. Bu eng avvalo Gulsara Moratovna paytida, unda 1994-yillari, 95-yillari ilk bora sahnaga chiqqanimda, Konstitutsiya kunida meriya tomonidan biz 3 xil tilda konstitutsiyani ana shu tadbirlarni olib borardik. Men rus tilida olib borardim. Aygul degan qizimiz qirg'iz tilida olib borardi. Undan keyin ko'p tadbirlarda ana shu o'qituvchilar, yil o'qituvchisi deysizmi, o'qituvchilar bayrami deysizmi, avgust konferensiyasi deysizmi, har bir yerda chaqiriladigan bo'ldim. Ko'proq meriya tomonidan chaqirilar edim. Ana shu yerda boshlovchilik qilib yurdim. Undan keyin prezidentlar kelganida vakillar, ana shu maktabdan vakillar chaqirilganda qator 6 prezidentni yangi maktablarda kutib olishga, prezidentlar bilan suhbat qurishga ham muvaffaq bo'ldim. Allohga shukr. Endi bu o'tmish, lekin o'tmishni yorqin xotiratlari bilan yashar ekansan. Hozir qator 7 nevaram so'raganda aytib beraman. Mana bunday bo'lar edi bolalar, uning uchun ko'p o'qish kerak. O'qishingiz uchun nutqingiz ravon bo'lish kerak. Davlatimiz tilini yaxshi bilishingiz kerak. Rasmiy til, rus tilini bilishingiz kerak. Xorij tili, ingliz tilida gapirishingiz kerak. Shundagina yutuqlarga erishasiz deyman. Endi bu yilgi tadbirimiz Allohga shukr, kamsukum, ajoyib shoirimiz. Avvallari o'zim ham xijolat bo'lib ketdim. Donyorbekning kitoblarini, she'rlari bilan Facebook orqali tanishardim. Sababi Facebook orqali joriya qilinib turar edi. Bizning ajoyib ukamiz Facebookdagi yorqin sahifasi bor Odiljon Dadajonovning qator ana shu Donyorbekka atagan sahifalar bilan tanishib turardim. Lekin Donyorbek bilan ularning ijodini katta sahnaga Zahiriddin Muhammad Bobur teatrida olib chiqayotganimda, u yigit bilan bir necha marotaba suhbatlashganda qanday ulug' insonligini, yosh bo'lishiga qaramasdan o'tkir qalam sohibi ekanligini tushundim. Bu avvalo bizning o'quvchilarga qo'l keldi. O'quvchilar bilan ana shu yigit bilan suhbat o'tkazdim, shoir bilan. Shoir bilan muloqotda bo'lgandan keyin bizning o'quvchilarda dunyo qarashi o'zgardi. Hayotga boshqacha ko'z bilan qaray boshlashdi. O'qib kim bo'laman emas, o'qib shunday insonlar qatorida ularni izidan ketaman degan o'y tug'ildi. Buning uchun ana shu ijodkorlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Buncha katta tadbirni uyushtirish oson emas, hazakam ish emas. Unga bir katta jamoa kerak. O'quvchilardan tashkil topgan jamoa, mehnat jamoangizdan tashkil topgan jamoa kerak-da. Keling shu jamoa haqida. Hech qachon men emas, biz deyishga o'rganganmiz. Sababi men hech kim emasman, balki jamoam. To'xtag'ul Satilg'anovning bilimdon, iqtidorli o'qituvchilari bilan biz sahnani yoritdik. Bunda yana o'zimning shogirdlarim. Allohga shukr, o'zimiz ta'lim bergan, hozirda biz bilan yelkama-yelka turib ijod qilayotgan, o'quvchilarga ta'lim berayotgan o'quvchilarim bilan birgalikda sahnaga chiqdik. Bu mening
o'quvchim ajoyib, mana shu yerda ham Munavvar kunni olib borgan jurnalist o'quvchim. Maktabda ham o'zini iqtidori bilan, o'zini bilimi bilan qator yillar To'xtag'ul Satilg'anov maktabida prezidentlik lavozimida ishlagan. Tajibayev Bobirjon Tajibayev oldimda turdi. O'ng tomonda Bobirjon turgan bo'lsa, chap tomonimda universitetlarda ishlagan suxandon qizimiz, ajoyib qizimiz Xolidaxon G'anixonova turdi. Yonimda Nodira begim Botirova bo'lgan bo'lsa, bu tomonimda Saydullayeva Mahfuzaxonim turdi. Bu tomonimda Abdullayeva Mahfuzaxon bo'lgan bo'lsa, yana oldimda o'quvchim Mavlan va Malikaxon bo'ldi. Mening o'quvchilarim, shogirdlarim ana shu katta sahnani yoritib berishda o'zbek tili o'qituvchilaridan Mirg'ayib va Feruzaxonga tashakkur degim keladi. Bizning o'quvchilarga ta'lim berayotgan qirg'iz tili o'qituvchilarimga, Mesarxonga, Nodirxonga barakalla ofarin degim keladi. Boshlang'ich ta'limda mana shu yerda sahnaga olib chiqishda o'zini yordamini ko'rsatgan Malikaxonimga, Malikaxonning o'quvchilariga, Feruzaxonga rahmat degim keladi. Eng avvalo katta rahmatni administratsiyaga, ma'muriyatga rahmat aytaman. Sababi ma'muriyat xo'p deb o'quvchilarni darsdan keyin uyushtirib berib, katta sahnada nima yordam kerak, nima qilayin deganlarga rahmat. Mening ustozim Ra'no Salohiddinovaga rahmat. Hamda bizni qo'llagan ota-onalarimga rahmat. Kiyimlar desak, kiyimlar tiktirib bergan, o'zlari ham dasta-dasta gullar bilan ana shu yerda qo'llab o'tirgan sinfimning ota-onalariga tashakkur degim keladi. Maktabimning ota-onalariga, Turon eliga, Alimbek Dadha eliga rahmat degim keladi. Men yuqorida aytdim, bu uyushtirish oson narsa emas. Ayniqsa o'quvchilarni katta teatr sahnasida o'zini yo'qotmasdan sahnada chiqib, ijro etib, ko'tarinki ruhda bayramona kayfiyat ulashib, yana qaytib kirib ketish uchun bu unga haligi aytaylik 3 daqiqa, 4 daqiqalik raqsni tomosha qildik deylik. Uni 3 daqiqalik raqsni tayyorlanguncha necha kun vaqt ketdi, necha kun asab ketdi, bu zamirda qancha mehnat bor, buni mehnatni siz qilyapsiz-da. Shuning uchun bugun ko'rsatyapmiz, mana mehnat qilyapti opalarimiz deb. Ofarin. Qush tilini qush biladi deganday, siz o'zingiz mana shu qator yillardan buyon mana shu ishlarga bosh bo'lib kelganingiz uchun qadrimizga yetmoqdasiz. Bunaqa tadbirlar uyushtirishda siz har bir bayram, har bir dataga, sanaga to'xtalib o'tasizmi? 10 yil avval Munavvar kunda ishtirok etib, mumkinchiligi cheklangan bolalar haqida gapirgan bo'lsam, 1998-yildan buyon To'xtag'ul Satilg'anov jamoasida bu ish yo'lga qo'yilib kelmoqda. Unda rahbarimiz Abdurahmon va Marhaboxon opamiz boshchiligida birinchi marotaba Turon shahrida yashovchi faqat og'ir diagnoz bilan, ya'ni DTP, детский cerebral paralич deyiladi, birinchi toifa nogironlarni yiqqan edik. Unda ana shu bolalar 50 ta edi. 50 bolani ota-onasi bilan yig'ib birinchi marotaba tadbir o'tkazgan edik. 98-yil? 98. 27 yil avval. O'shanda men sizni taniganman, ha. Allohga shukr. Oradan 27 yil o'tibdi. Tarix uchun bir zum bo'lsa-da, lekin bunda qancha xotirotlar mujassamlangan. Ana shu 27 yildan buyon mana shu odatimizni tark etmadik. Mehr muruvvat rishtasi deb odatiy tusga kirdi. 3 dekabr butun dunyo nogironlar kuni deb e'lon qilingan, bilasiz. Shahar ta'lim berish boshqarmasidan har yili uyushtiruvchilarga, ya'ni organizatorlarga ana shunday tadbirlar tavsiya qilinadi. Shunda biz butun jamoamiz bilan, balki butun Turon eli bilan baholi qudrat, biz xayriya
xayriya aksiyasini bajaramiz. Xayriya kim topgan gul keltirur, topmagan bir bosh piyoz deganday kim nima topsa jo'natadi. Ana shu orqali 27 yil avval 50 ta bo'lgan nogironlarimiz bu yil o'tkazgan 2024-yili 3-dekabrda o'tkazgan tadbirimizda faqatgina 17 tasi qoldi. 17 ta nogironlardan uylardan borib xabar olamiz. Ular bizni kutadi. Ular bizga intiqlik bilan ana shu kunni kutadi. Qandaydir bir sabab bilan ozgina kech qolib qolsak yig'lashadi. Onalari qo'ng'iroq qiladi. Bugun bolalar kutyapti deydi. Juda yaxshi tadbirlar o'tkazib kelyapsiz. Mana biz bunga guvoh bo'ldik. Endi yana keling maktabga qaytamiz. Maktabda o'quvchilarning bilim olishi susayib ketdi degan atrofda hamma aytayapti. Ko'p yillardan beri aytayapti. Rostdan ham shunaqami? Bunga sabab nima? Siz o'qituvchi, pedagog, mana ko'p yillik tajribaga ega pedagog sifatida buni qanday baholaysiz? Bunga sabab nima? Biz yuqorida aytdik, telefon bizni ko'proq aynityapti deyapmiz. Telefondan tashqari yana nima? Ana shu oliygohdan endi bitirib kelgan paytlarimizda Suxamlinskiy, ulug' pedagog novatorlar, Suxamlinskiy, Makarenko, Amanashvili kabi ulug' insonlarning metodikasiga tayanib ishlaganmiz. Unda o'qituvchini so'zi bir qonun qatori qabul qilingan. Men ham ustozlarimni xuddi ana shunday hurmat qilardim. Bizni ham o'quvchilar ana shunday qabul qilgan. Demak, avvaldan ota-onalarimiz ham go'shi bizniki, suyagi sizniki deya bizga butun ishonch bilan maktabga, o'qituvchilarga ishonch bilan farzandlarini topshirib qo'yar edi. Ana shu paytda bizni ota-onalarimiz ham ana shunday aqida bilan yashagan. Lekin hozirgi zamonaviy onalarimiz, dadalarimiz biroz boshqacharoq. Ularning ko'z qarashi boshqacha. Ularning tarbiyasi boshqacha. Ana shu tarbiyalar hozirgi zamon yosh ota-onalarning tarbiyasi bolalarga bir oz salbiy tomondan ta'sir qilmoqda. Lekin bizni bobolarimiz, buvilarimiz bor, ularni bosib turadigan. Sababi ana shular bor ekan, nabiralar boshqacharoq bo'lyapti. Nima desam bo'ladi? Ta'limni, tarbiyani ozgina bir boshqacharoq berish yo'llari saqlanib qolgani bu bizga plus tomonimiz, ijobiy tomonimiz. Endi salbiy tomonimiz yoshlarni o'qituvchini maktabga kelib o'quvchilar orasida haqoratlashi, baqirishi, o'qituvchiga nisbatan uyda ham nima haqqi bor senga ovoz ko'tarishiga, nima haqqi bor seni urishiga, nima haqqi bor ikki qo'yishiga deb bolani ongiga, fikriga boshqacha bir ta'sir etib qolishlari ba'zi bir holatlarda uchrab qolmoqda. Bu endi men 100% demayman, shunday yaxshi bir ota-onalarimiz bor. Darslarimizni kelib kuzatib, o'zini yoshlikdagi olgan ta'limlarini eslab, biz bilan tengma-teng sinfga jon kuydirayotgan ota-onalarimiz ham bor. Lekin ana shuning ichida, guruchning ichida kurmak bo'lgan singari, tosh bo'lgan singari, boshqacha bir o'qituvchilarga nisbatan boshqacha bir muomala qiladigan ota-onalarni o'quvchilari, farzandlari orqali ozgina bir tushunmovchilik ham bo'lib qoladi. Bu hayot. Mana sizni tarjimai holingizga to'xtaladigan 86-yil oltin medal bilan maktabni tamomladim deb yozilibdi. O'sha paytdagi sizni o'zingizga nisbatan solishtirilganda hozirgi bitiruvchilar o'sha siz bitirayotgan paytda oltin medalchalik darajada bilimga ega bo'lyaptimi bitiruvchilar? Solishtirganda. Biz paytda endi 1986-yili biz faqat maktabdan bilim olardik. Maktabdan kuchli o'qituvchilar orqali shu darajaga yetib turibmiz. Sababi biz ota-onalarimiz ursa ham mayli derdi, urishardi. Urardi. Haqiqatan bizning sinfda juda ham
nima desam bo'ladi, wunderkionik juda ham sho'x bolalarimiz ko'p edi. Ularda familiyalarini butun maktab biladigan o'quvchilar bor edi. 42 ta o'quvchi, 42 ta bo'lgandan keyin albatta o'qituvchilar turtishga, urishga ham haqqi bor edi-da. Ota-onalarim hech emasdi. Jalb qilib kelmagan. Siz 11-sinfda o'qiyotgan paytdagi bilim hozirgi 11-sinf o'quvchisida bormi, yo'qmi? Hozir o'shanga o'tmoqchiman. Biz faqat maktabdan bilim olgan bo'lsak, hozirgi 9-10, 11-sinflarga juda katta yo'llar ochilgan. Maktabdan bilimga qoniqmasa, o'quv kurslari yoki alohida shaxsiy, xususiy maktablar yoki alohida individual o'qishlar. Endi shunchalik ota-ona imkoniyat cheksiz imkoniyat bor, lekin o'quvchini bilimi sizchalikmi? Nimada qanaqa baho berasiz? Sizdan yuqorimi yoki sizdan quyimi? Hozirgi 21-asr kompyuter asri. Kompyuter asrida bolalarning ongi ham boshqacha. Kompyuter bilimdonligida bizdan yuqori aniq. Bizdan yuqoriligi, biron bir programmaga kirmoqchi bo'lsak, biz hattoki o'quvchilarimizga qayrilamiz, 11-sinflarga. Kelinglar bolalar, mana shunga yordam bering deb kompyuterdan ular bizga yordam beradi. Biz ana shunda men o'qituvchiman, menda subordinatsiya, distansiya bo'lsin degan narsada olisdamiz. Chunki bilmagan narsamizni, bilmagan emas, balki qayda bir saytlar, qandaydir bir yangiliklar sababi kun sari, oy sari yangiliklar bo'lmoqda. Bilimga keladigan bo'lsak, ularni shunchalik pul sarflab o'qitayotgan ota-onalari ham maktabdan bilim olyapti, ham turli o'quv markazlaridan olyapti. Bilimlari bilimdon deyman. Men sizdan shuni kutayotgandim. Ba'zi bir jihatlarda bizdan ustunligi bor, ba'zi bir jihatlarda bizga hali yetishiga bor degan savol javob kutayotgandim. Endi mana o'sha siz avtobiografiyangizga keladigan bo'lsak, o'tgan yili 11-sinfiga rahbarlik qilib bitkizdirdim. 14 o'quvchidan 13 ta o'quvchim o'qishga kirdi. Bu juda katta yaxshi natija-ku. 14 ta o'quvchidan 13 tasi oliy o'quv yurtiga xoh kontrakt bo'lsin, xoh budjet bo'lsin o'qishga kiritdi-ku. O'shanga nima demoqchiman? Allohga shukr, davr o'zgarishi bilan, sistema o'zgarishi bilan, reformalar o'zgarishi bilan hurmatli prezidentimizning, bilim berish ministrimizning sa'y harakatlari bilan mana shu ORT, JTRning ochilishi, ana shu orqali faqat bilimdon bolalar o'z kuchi bilan oliygohlarda o'tirib qolishi bu ayni muddao bo'lmoqda. Hozir ota-onalar juda ham tushunib qoldi. Maktabda bolalari ta'lim olishga qandaydir bir loqatli bilan o'qigan bo'lsa, turli o'qishlar bilan bilimini kengaytirib, bilimini to'ldirib, ana shu ORTlardan yuqori proxodnoy aytadi, mana shu o'tish ballaridan, ostonasidan o'tishga ko'mak berishmoqda. Albatta finansiy tomondan ularga cho'ntagiga minus bo'lmoqda, lekin albatta bolalarning kelajagi uchun harakat qilishyapti. Buning uchun yana ota-onalarga hamda o'qituvchilarga rahmat deymiz. O'qituvchilarni yana shu yerda aytib ketishim kerak. ORT uchun alohida ma'muriyat 11-sinfda darslarda alohida tayyorgarlik uchun imkoniyat yaratib beryapti. O'qituvchilar zimmasiga qo'shimcha ish yuklanyapti. Bu yerda bepul o'qituvchi, 11-sinfga dars beruvchi o'qituvchilar bepul bolalarga qo'shimcha o'rgatishmoqda. Shuning uchun o'qituvchilarga rahmat aytishimiz kerak. Rahmat aytamiz albatta. Bitiruvchi sinfda o'qituvchilari o'zimiz shogirdimmi, yutug'ini ko'ray deb oilasidan o'z belgilangan ishidan tashqari yana qo'shimcha bepul ishni zimmasiga olyapti. Juda ham to'g'ri. To'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Endi bizga ajratilgan vaqt afsuski nihoyasiga yetyapti. Sizlar juda qizg'in suhbat bo'lyapti. Lekin so'nggi savol, mana Qirg'iziston Respublikasi Fan va ta'lim vazirligi tomonidan 12 yillik ta'limni joriy qilish bo'yicha yangi o'quv yilidan boshlanadi deb islohot olib borilyapti. Oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, bu qanaqa, nima o'zgaradi? Endi o'zi aytmoqchi, islohot olib borilmoqda. Demak, hozir biz aniq biron narsani ma'lumot berishdan avval faqatgina
Hozirda yana kompyuter asriga qaytamizda har bir narsa kompyuterlashtirilyapti. Bu yil ana shu bilim berish, ta'lim berish ministrligi tomonidan elektron jurnallarda yo'lga qo'yilishi, hozirda har bir o'qituvchini qo'lidagi telefon orqali o'quvchilarni har bir olgan baholari, fanlar bo'yicha olgan baholari elektron jurnallarga qo'yilmoqda. Elektron jurnallar esa chorak oxirida o'z-o'zidan modulli sistema ballar orqali bolalarning bahosini o'zi chiqarib beradi. Bu ham 12 yillikka bir qadam desam mubolag'a bo'lmaydi. Elektron kundaliklar yo'lga qo'yilishi ham 12 yillikka qadam desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi esa hozirda boshlang'ich sinflarni hozirdagi aprel oyidan boshlab elektron qayd qilishlar, aprel oyidan qabul qilish, birinchi sinfga qabul qilish boshlanishi, hozirgi o'qigan birinchi sinflar keyingi yili ikkinchi sinf emas, 3-sinf bo'lishi, hozirgi aynan meni 2024-yil 11-sinflarda chiqargan bo'lsam, bu yil meni 5-6-sinflarim esa sentyabrdan 8-sinf bo'lishi, bu ham 12 yillikka qadam deb o'ylayman. 11-sinfni bitgan, mayda 11-sinfni bitgan o'quvchi keyingi yilga, ya'ni sentyabr 2-yilga keladimi? Yo'q, bu yilga 11lar attestat olishadi. 11 bilan tamomlashadi. Endi 10-11-sinfga keladigan bo'lsak, bir tomondan yaxshi bo'lganligi, bizni ayniqsa bizning maktablarda ko'proq 10-11-sinfda o'quvchilar oz qolyapti. 9-sinfdan keyin kubolog olishi bilan hunarlarga, kollejlarga bolalar topshirib, shu 10-11-sinfga loqatli qilinib qoluvdi. Endi hozir 12 yillik ta'limdagi bitta yana ijobiy tomoni, ana shu yillar mobaynida bola umrini bekorga o'tkazmaydi. Bilim olish bilan birgalikda hunar va kasb egallashga imkoniyat yaraladi. 9-sinfni bitirmoqchi bo'lgan o'quvchi yangi islohotda nechinchi sinfda bitiradi? 10da bitiradimi? 10-sinfga qoladi, 10-sinfda bitiradi, 9 bazasi 10 bo'ladi. Hozirgi nolyoy klasslarimiz 1 bo'lyapti. O'zi bunday olib qaraganda o'zgarish faqat sinflarda nomlashda bo'lib qolyapti. Lekin bitta tomoni, plus tomoni ana shu kasb hunarga yo'naltirish. Yuqori sinf o'quvchilarini aynan endi buning uchun o'qituvchilarni sentyabr oyidan beri o'qitilib kelmoqda. STEM deysizmi, PISA programmasi deysizmi, ana shu har bir programma bo'yicha o'qituvchilarning malakasi oshirilmoqda. O'qituvchini tayyorlab borilmoqda. Ana shu 12 yillik ta'limga. Endi mana shu 12 yillik ta'limda kasb hunar bo'yicha hozir endi maktablarda imkoniyat yaratilish bo'yicha harakatlar boshlangan. Sababi o'sha hunar, kasb egallash uchun alohida bir xonalar, kabinetlar yaratilishi kerak. Unga spetsialistlarni demak, joriy qilinishi, sentyabrgacha yangi islohot ustida ishlash olib borilyapti. Albatta. Bu narsa tajribada yana biroz o'zgarishi mumkin. Yana har xil holat. Bunga ko'nikma hosil qilguncha ancha malol narsani kiritish kerak ekan degan takliflar kiritiladi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan mana 1 soatga yaqin suhbat qurdik va so'nggi so'z, aytilmay qo'ygan gaplar bo'lsa, kameramiz sizga muntazir. Xohlagan so'zni aytib olish imkoni bor. 1 daqiqa erkin mikrofon. Marhamat. Azizlar, mana shu yerda dildan suhbat o'tkazdik. Allohga shukr. Sizlardan bir narsani iltimos qilar edim. Har bir narsaga, nimagadir biznes uchun pul tiqamiz. Magazin ochish uchun, kafe ochish uchun yoki bir inshootlar uchun. Kelinglar, ana shunday biznesni bolalardan boshlasak. Bola tug'ildimi, bu Alloh tomonidan siz va bizga berilgan omonat. Ana shu omonatni yaxshi bola bog'chadan boshlab ta'lim berishdan, maktablarda qattiq o'qitishda, maktab, oila, jamiyat deya uchlik bilan birgalikda bolajonlarimizni kelajagi uchun qayg'uraylik. Siz ozgina qayg'urib qo'ying-da, bir umrlik mevani mazasini totiysiz. Bas shunday ekan, ota-onalar, bolalarning tarbiyasiga yaxshi qarang. Bolalarning bilimdon bo'lishi,
kelajakda o'z o'rnini topish faqat sizu bizlarga bog'liq. Buning uchun ustozlarga, ustoz murabbiylarga sabr, ota-onalarga esa mehnat deyman. Boringizga shukr, sizlar bor ekan, o'quvchilarimiz bor. Ustozlar bor ekan, maktablar bor. Mana shunday ko'rsatuvlar bor ekan, dunyo qarashlar kengdir. Kim eshitib ko'rayotgan bo'lsa, faqat sizlarga sog'lik, omonlik, xotirjamlik tilayman. Bu yilgi yilimiz tinchlik yili bo'lsin. O'zgarishlar yili bo'lmoqda, shahrimiz gullab yashnasin. Faqatgina ta'limda emas, madaniyatda, har bir jabhada javlon urib yuraveringlar. Katta rahmat tilaklaringiz uchun, qilayotgan mehnatlaringizni huzur halovatlarini ko'rib yashang. Baxtingizga oilangiz tinch bo'lsin. Oilangiz tinch bo'lsa, ishda unum bo'ladi. O'quvchilaringiz mana har bir o'quvchilaringizni yetishgan yutuqlarini ko'rib, xursand bo'lib, yana o'zingizga bir kuch, quvvat olib, maktabda mehnat qilishda charchamang. Albatta siz yoningizda turgan, atrofingizda yurgan o'quvchilaringiz hamda mehnat jamoangiz sog' bo'lsin. Xalq uchun bolalar, yosh kelajak avlod ta'limi, tarbiyasida xizmat qilyapsizlar. Albatta davlatimiz buni munosib baholaydi. Biz mana xalqimiz baholaymiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling, ishingizda omad tilaymiz. Studiyada yana uchrashamiz degan tilak bilan ko'rsatuvimizni yakun yasaymiz. Qadrli muxlislar, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz. Eslatib o'tamiz, bugun ustozlardan olgan bilim va tajribalarini bolalar bilim va ta'limiga baxshid etib kelayotgan jonsirak pedagog, nafaqat maktab tadbirlarini, balkim shahar miqyosida o'tkaziladigan katta bayram, madaniy tadbirlarni ham oliy darajada o'tkaziladigan tashkilotchi, ssenarist Qodroxunova Muhabbatxon Aminjanovning ijod va faoliyatiga to'xtaldik. Yana Munavvar kunda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.